Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar turli xil holatlarga duch keladi va bu holat jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Bu jarayonda yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali ularni sog'lom hayotga qaytarish juda muhim sanaladi. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi ham aynan shu haqida. Senga ham dastxat qo'yib beraymi? Yo'q, Rasmga tushmoqchimisan? yo'q. Men siz kabi kurashishni o'rganmoqchiman. Chempion bo'lmoqchimisan? Oyimni himoya qilmoqchiman. Birga turmush qurganimizdan keyin boshida hayotimiz yaxshi edi. Orada ikkita farzandli bo'ldik. Ikkita farzandli bo'lganimizdan keyin oramizda kelishmovchiliklar, oilamizda yetishmovchiliklar kelib chiqdi. Tortishishimizning asl sababi yetishmovchilik. Xo'jayinim ishlamasida hech qayerda giyohvand modda iste'mol qilayotganidan xabar topdim. Bu narsadan qaytarishga ko'p urindim. Farzandlarim borligi uchun, oilamni buzmaslik uchun harakat qildim. Qizimiz yo'g'ida qiz farzand otani qaytarsa kerak deb orada ikkita farzandimiz 3 ta bo'ldi. Qizim qo'limda 3 oylik chaqaloqlik paytida xo'jayinim xuddi shu narsa bilan, giyohvand modda bilan qo'lga tushib, qamalib ketdi. Bir yil 2 oy deganda xo'jayinim yana chiqib keldi. Qizim o'sha paytda 1 yoshi 7 oylik edi. Bo'lmasam dedi, dunyoni sotamiz. Qizimning ismi Dunyo. $5000 bersa berasanmi mana shu bolani degan gap aytdi. Men o'shandan keyin o'zim tutib tura olmadim, to'g'risi. Qattiq urushib ketdik ikkalamiz. Chunki o bolani men 3 oyligida bir o'zim katta qildim-da. Keyin jahlim chiqdi-da, urushib ketdim men. Qaysi bir ota bolasiga narx belgilaydi. Mayli qamalib ketsangiz ketavering. Uyingizni sotsangiz sotavering, lekin meni bolam buni qilmang deb ikkalamiz qattiq tortishib qoldik. Men dedim, bolalarimning otasi deb mana shu 3 ta bolani otasiligingiz uchun giyohvand modda iste'mol qilsangiz ham, uy joyni sotib olsangiz ham, qamalib chiqsangiz ham hammasiga rozi bo'lib mana shu 3 ta bola uchun kelgandim. Siz bolalarning qadriga yetmas ekansiz, siz otaligingizni his qilmas ekansiz siz. Meni 2 ta o'g'limga, mana bitta qizimga bunaqa o'rnak bo'lishingizni xohlamayman men. Bo'ldi, yashamaymiz dedim o'shandan keyin. Qiyin kunlarimda Zilol opani uchratdim. Bo'ka tumani inson markazlarida psixolog bo'lib ishlaydi. Zilol opam bilan biz oldindan tanish edik. Azaldan o'sha bo'lgan voqealarni aytib berganimdan keyin meni o'sha tushkunlikdan, o'sha chuqurlikdan olib chiqib ketishga juda katta hissalari qo'shildi. Menga hayotga nisbatan qiziqishni uyg'otdi. Bo'lgan narsa o'tib ketdi, tashlang, endi bolalaringiz uchun harakat qiling, o'zingiz uchun harakat qiling deb hozirgi mana shu ahvolimga yetib kelishimga, bolalarim uchun kuchli ona bo'lishimga, ularning kelajagini ta'minlashimga kuch bergan mana shu Zilol opam bo'ladi. Baxtli oila jamiyatning mustahkam poydevori, ammo ba'zan bu poydevorlari vayron bo'lib, hayot gulxanining o'chib borayotganini hech kim sezmaydi. Turmush qurmaslardan avval sadoqatli juft halol bo'lishga so'z bergan inson bir ayol taqdirini ichkilikka qurbon qildi. 11 yil kurashdim. Oxiri odam charchab tamom bo'lar ekanda. 40 ga chidadim, 41 ga amoniga chida olmadim. Ikkita bolam bilan kechasi ko'chaga chiqarib qo'ygan paytlarim bu yerda. Onamga bora olmasdim, uyalardim. Biz bolaman, uyalaman-da, ayol kishi uyaladi-ku. Yana kimning ko'chada o'tirardim, yana kirib kelardim. Indamas edi. Aysi ayol, aysi qiz o'z bag'ziz bo'lishi xohlaydi. Qo'limdan hech narsa kelmaydigandek bo'lib qoldim-da. Bolalarim ko'zimga ko'rinib, o'ldirib kelar o'zimni.
Bolalarimni ko'rdimda, bolalarim ko'z oldimda ketmay qoldi. Men o'lib ketaverman. Tanlayman shu yo'l. Bolalarim mana shular qo'liga qoladimi? Adasini qo'liga qoladimi? Kattam 6 yosh bo'lgan, kichkinam 5 yosh bo'lganda ko'rgan, hamma azoblarimni ko'rgan. Adang bilan yarashaymisan? Yo'q onajon, yo'q dedi. Ko'rgan borasizlarmi desam, yo'q dedi. Chiqingiz ibodat deydi. Qo'llarimdan bezor bo'lib qolganlar o'sha yerda. Baxtsiz oilaning poydevorlari har doim ham shovqin bilan qulamaydi. Ba'zan u ich-ichidan parchalanadi, o'zaro tushunmovchilik, beparvolik va xiyonat girdobida qurilgan baxt qasri qulay boshlaydi. Ammo har bir inson baxtli bo'lishga haqli. Oilaviy baxt faqat bir tomonning emas, ikki tomonning mas'uliyati ekanligini unutmasligimiz darkor. Inson markaziga keldim, psixologga, Shoirapaga. Hayotdan sovib bo'lgan edimda, hamma narsadan sovib, hatto bolalarim ko'zim ko'rmay qolgan edi. Yomon orqasidan yaxshilik beradi, bekorga emas ekan. Mehnatim bor, qo'limda hunarim bor, hamma narsasiga erishyapman. Ering rozi bo'lsa hamma narsa bo'ladi dedi. Roziligini olaman dedim, ammo lekin bo'lmadi. Ham ish o'rnimni topdim, ham insoniyligimni topdim, o'zimni qadrimga yetishni topdim. Bolalarim bilan mana baxtli yashab kelyapman-da hozir. Yaxshi qadam tashlashimga bular sababchi bo'ldi-da. To'rtta zo'ravonlik turi mavjud. Iqtisodiy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, hamda jinsiy zo'ravonlik va jismoniy zo'ravonlik. Ruhiy zo'ravonlik bilan jismoniy zo'ravonlik uchragan jufti haloli tarafidan, lekin u insonda boradigan joyi ham bo'lmagan, boshpanasi ham bo'lmagan. U meni toiflarimni bir to'la, ikkita, uchta yo'nalishiga to'g'ri kelganda ham kam ta'minlangan oilaga to'g'ri kelgan, ham yashash sharoitiga ega bo'lmagan, hamda tazyiq va zo'ravonlikni ham iqtisodiy zo'ravonlik, ham ruhiy zo'ravonlik, ham jismoniy zo'ravonlik uchragan ayol bo'lgan. Ular bilan olib borilgan komplekslik ishlash jarayoni orqali ular qancha hayotga qaytsa, ular qancha o'zini tiklay olsa, men shuncha o'z kasbimni yanada yaxshi xizmat ko'rsatgim keladi. Alo, iltimos menga yordam beringlar. Iltimos tezroq. Xodimlar kelguncha men bilan aloqada qoling. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan har bir shaxsga mahalla, tuman, hudud darajalarida hamda onlayn ko'mak olishga imkon yaratildi. Mahalladagi ijtimoiy xodimlar tomonidan har bir holat o'rganilib, psixologik, yuridik va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilmoqda. Juda ko'p ayollarimiz yillar davomida jabrdiyda bo'lib yashaydi, zo'ravonlik uchrab yashaydi, lekin oilasini, farzandlarini aytishga uyalib hech bir narsani ichga yutib yashaydi. Birinchi navbatda zo'ravondan uni himoya qilish maqsadida himoya orderi olib beramiz, hamda birlamchi ko'makxonalariga voyaga yetmagan farzandlari bilan birga joylashtirishimiz, kunlik ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan barcha narsalarni ta'minlab berish yo'lga qo'yilgan davlatimiz tarafidan. Ularga psixologik yordam bilan bir qatorda hozirgi kunda yuridik, ya'ni huquqshunoslarimiz orqali ham chiroyli ko'mak berilib boryapti. Ya'ni jamiyatda ularning orqasida davlat borligini, ular ham o'zini ichki resurslarini yuqori baholash kerakligini, ya'ni ular ham inson ekanligini, ular ham to'g'ri muhitda yashash mumkin ekanligini bizlar tushuntirib bera olishimiz kerak bo'ladi. Tazyiq va zo'ravonlik uchragan ayolimiz ham men oldim kelganda juda ahvoli tang holatda bo'lgan, kuchli depressiya bo'lgan, hattoki o'z joniga qasd qilish istagida bo'lgan. Kompleks xizmat tashkil etdim. Chunki u zo'ravonlikda uchragan ayol bilan birga uni 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari ham bo'lgan. Ularning taqdiri ham bizni befarq qo'ymaydi. Shuning uchun ham kompleks xizmat orqali ularga tizimli psixologik yordam ko'rsatildi. Ya'ni qanday? O'ziga bo'lgan ishonchini, hayotga bo'lgan ishonchini orttirdik. Ichki resurslarni yuqori baholashni, hayotga maqsad qo'yishligini, farzandlar uchun kerak ekanligini, eng asosiysi o'zida bo'lgan kasbi bor. U juda mohir tikuvchi, qo'lidan juda yaxshi tikish bitishlari kelar ekan. O'z kasbiga ham yo'naltirgan holatda hozirgi kunda ish bilan ham ta'minlangan, oilasiga moddiy jihatdan ham yordam kirityapti.
o'zida ma'naviy jihatdan ham ruhiy jihatdan ham o'ziga ishongan bir ayol bo'la oldi. Ruhiy zo'ravonlik ko'rinmaydigan, ammo eng og'riqli tazyiqdir. Undan qochish uchun jasorat kerak. O'zingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa o'z qadringizni anglash lozim. Chunki hech kim mehr va e'tiborsiz yashashga majbur emas. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramonlari sog'lom hayotga qaytarilib, jamiyatimizda o'z o'rnini topib yashamoqdalar. Ularga huquqiy va psixologik yordamlar ko'rsatildi. Bu masalada Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Toshkent viloyati boshqarmasi, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlarining xizmati beqiyos. Yuqori Chirchiq tumanida 2024-yil davomida 193 nafar himoya orderi bilan ta'minlangan xotin-qizlarimiz bo'lgan bo'lsa, shulardan 7 nafari birlamchi ko'makxonamiz xizmatidan foydalandi. Bu xizmatdan foydalanish jarayonida oilalari bilan munosabatlari tiklanib, himoya orderi olgan ayollarimizdan 2 nafarini bandligi ta'minlandi, kasbga o'qitishlarimiz yo'lga qo'yildi. 100 dan oshig'i bilan psixologik, 100 dan oshiqlari bilan huquqiy xizmatlar ko'rsatildi. Hozir 24 soat vaqt ichida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligida Aziz ayol elektron platformasi ishga tushirilgan. Ana himoya orderi berilgan vaqtning o'zida, real vaqtning o'zida profilaktik inspektor ham himoya orderini endi hozir qog'oz shaklida emas, elektron tartibda integratsiya qilingan platformaga kiritadi. Tazyiq zo'ravonlik sodir bo'lgan xonadonda asosan tahlillarimga ko'ra farzandlar qiynaladi. Tazyiq zo'ravonlik holati aksariyat spirtli ichimlik ta'sirida kelib chiqadi. Jamiyatda psixologik xizmatni mana Inson ijtimoiy xizmatlar markazida huquqiy xizmatni tashkil qilinganligi mana shu holatlarni bir muncha kamayishiga, oldini olishiga olib keldi. Bu esa tumanimizdagi, umuman vatanimizdagi oilalarning tinchligini ta'minlashga xizmat qilyapti. Inson ijtimoiy xizmatlar markazimizning asosiy vazifalari og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar, og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolar va ularni oilalari bilan kompleks ishlarni ijtimoiylashuvni yo'lga qo'yish asosiy vazifamiz. Bu borada bizlarda hozirgi kunda mana bir qancha ishlar amalga oshirilib, tumanimizda 50 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 50 ta mahallasida 50 ta ijtimoiy xodimlar faoliyat yurityapti. Ijtimoiy xodimlar faoliyat yuritayotgani bu har bitta oiladagi fuqarolar, fuqaroboy, mahallabay o'rganishlar orqasida bu ishlar amalga oshirilyapti. Bu borada bizlarda o'tgan yilga nisbatan murojaatlarimiz 70% ga kamaydi. Hozirgi kunda bu faoliyat doirasida bular mahalla darajasida o'sha mahalla yettiligi bilan chambarchash bog'lanib, o'sha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda o'sha tazyiq zo'ravonlikka uchragan shaxs buruzik qilingandan keyin inspektor bilan birgalashib, mahalla yettiligi borib, ijtimoiy xodim borib, ulardan yordamlarni ko'rsatishni, qanaqa yordam? Bitta u shaxs tazyiq zo'ravonlikka uchragan ayol emas, uni farzandi nima ahvolda, uni oilasi, eri, turmush o'rtog'i, qolaversa qaynona, qaynotani ham rollarini har bittasi bo'yicha individual yondashuv asosida amalga oshirilyapti. Bizga eng qulaylik tomoni himoya orderi olgan ayolni Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bo'limi ham va mahalladagi ijtimoiy xodimimiz ham o'sha vaqtning o'zida bilish imkoniyatiga ega. Ichki ishlar vazirligi bilan agentligimiz elektron platformalarning integratsiya qilinishi bir necha barobar bu ishni yengillatdi va tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayolga o'sha vaqtni o'zida yetib borish imkoniyatini berdi. Elektron tartibda yo'lga qo'yilishi, zudlik bilan xizmatlarni ko'rsatishimiz nimaga olib keldi degan savol tug'ilishi tabiiy. Ayollarimizni iqtisodiy va ijtimoiy erkinliklarini, mustaqilliklarini ta'minlashga, o'zlarini imkoniyatlarini to'g'ri baholay bilishga, oilasida farzandlariga, oilasiga nisbatan sog'lom turmush tarzini yaratilishiga olib kelishiga erishildi.
Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari tomonidan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga xizmat ko'rsatishning muddati 2 oydan 6 oygacha uzaytirildi. Ayollarga hujjatlarni tiklash, mulkiy va fuqaroviy huquqlarni himoya qilish kabi 3000 ga yaqin xizmatlar ko'rsatildi. Reabilitatsiya markazlarida kasb-hunar o'rganish istagida bo'lgan xotin-qizlarga tikuvchilik, pazandachilik, bolalar massaji, go'zallik xizmatlari, kompyuter savodxonligi kabi dual ta'limga asoslangan kurslar tashkil etildi. Ushbu tizim tazyiqdan jabrlanganlarga iqtisodiy va ijtimoiy mustaqillikni yaratishga xizmat qilmoqda. Oila bu insonning eng birinchi tarbiya maskani bo'lib, farzandlar u yerda mehr, e'tibor va qo'llab-quvvatlashni kutadi. Voyaga yetmagan qizlarning oilada ruhiy zo'ravonlikka uchrashi jiddiy va achinarli holdir. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham aynan o'smir yoshda. Uyda o'zimni ortiqcha his qilganman. Ko'p urishardi. Ko'p ruxsat bermasdi hech qayerga. O'rtoqlarim qarab havas qilardim. Qanaqadir ichimda g'alati narsa paydo bo'lardiki, ular boryapti, nimaga men bormayapman? Xayollarim shu ortiqchalik, nimaga men yo'q bo'lsam bular tinch yashashadimi? Shunaqada. Nega singlim, nega men emas? Ko'p shunaqa narsa. Misol uchun singlimga bitta, menga bitta bersa, singlimga ikkita berish. Endi erkatoy bu uyda shunaqa qoladi. Kenja bu o'qiydi. Misol uchun meni repetitorga pul berib o'qitishmagan. Xohlaganman. Jo'natishmagan. Endi singlimni hozir o'qisin, faqat singlim o'qisin singlimga faqat. Qiz bola ko'chaga chiqib bo'lmaydi, ko'p aytishadi. Masalan, o'rtog'im uyga chiqsam ham sras telefon qiladi. Sras oyim telefon qiladi. Kelsammi tezki. Shunaqa. Sras telefon qiladi. Lekin meni orqamdan yomon so'z eshitmagan. Men shu paytgacha ota-onam yuzini yerga qaratib yoki yomon gaplar eshittirmaganman. O'ylayman, menga ishonishmaydi. O'ziga ham aytganman, ona yosh bola emasman. O'sha katta qiz bo'lib qoldim. Yo'q, tezki. Adang urishadi, buving urishadi. Onamni shunaqa. Keyin o'rtoqlarim tarafda ham baribir gapirishadi-ku endi o'rtoqlaringiz nimaga senga ruxsat bermaydi, nimaga gapirishmaydi? O'sha paytda ham o'zingizni boshqacha his qilasiz. Haqiqatdan men shu narsani o'ylayman. Nimaga ularga ruxsat bergan, menga bermaydi? Dugonamning oyisi, bilmayman, shu joyda ham o'sha ko'zimdan yosh chiqib ketadi. Dugonamning onasi, men salla uchun harakat qilyapman. Hamma narsam sallaniki borimam, hamma narsam sallaniki etadi-da. Mana shu dardimni aytayotgan dugonam. Qanaqadir unga ham nisbatan boshqacha bo'lardi. Shunaqa qarshiliklar bildirayotganda, men haqimda yomon gap eshitganmi? Shunaqa xayol menda ko'p o'ylardim. Shunaqa narsa bu. Nega men haqimda qanaqa gap eshitgan bo'lar, meni shunaqa taqiqlayapti bu narsaga derdim. Men yaxshi qizman, noto'g'ri ish qilmaganman yoki bo'lmasam noto'g'ri bolalar bilan gaplashib unaqa narsa bo'lmaganman. Men agar yomon qiz bo'lganda o'rtoqlarimga qo'shilib yomon qiz bo'lib ketardim. Masalan, meni endi oldingizdagi o'rtog'ingiz yoki bo'lmasam oldingizdagi insonlardan bu narsaga sababchi bo'lib qoladi-da. Meni o'rtoqlarim ham kollejda o'qiganman. Masalan, ko'p aytishardi, maktabdagi o'rtoqlarim kollejga axloqi buzuq qizlar boradi. Ko'pchilik haqiqatan shunaqa. Ota-onamni o'ylab, to'g'ri uyga borib, to'g'ri kelardi. O'sha oyim bilardi, onamlar telefon qilardi. Soat 1 bo'ldimi, o'sha o'qishdan chiqdingmi qizim? Telefon qilardi. O'qishdan chiqdingmi? Ha, chiqdim, ketyapman. Tezki uyga. O'rtoqlarim aytishardi, "Yur, aylanamiz birpas, borma uyingga, nima qilasan ham uyingga borib." Yo'q, men uyimga borib, vaqtida kelib, men xayolimda dugonalarim bittasi chekardi. Shu joyda dugonamni shunday turtdim-da, "Sen unaqa ish qilma" dedim. To'g'risi, shu narsani aytdim. Unaqa, "Yo'q, tortib ko'rlaring" deyapti-da. U aytdi, "Bu yomon narsa emas" deyapti. Qo'lida ushlab yuribdi o'sha narsani. Yomon narsa emas. Yo'q, shu joyda shuna urishib ketdim o'rtog'im bilan. Bu narsani qaytalab qilma. Eng yaqin o'zimni dugonam bolalar bilan gaplashib, shunaqa qilib telefonda gaplashib, shunaqa ketardi uyiga. Menga onasi telefon qilardi, o'rtoqlarim. "Sen bilan birga edib-ku, chiqdinglarmi?" O'sha men uyimdaman. O'rtog'im hali bormagan uyga. Agar yomon bo'lib ketgan taqdirimda ham shu insonlarga kollejda o'qib ham yomon qiz bo'lib ketardim men. Sababchi bo'lardi-ku baribir bitta inson yomon bo'lishga. Bitta xayol bo'lardi, men haqimda hech kim yomon gapirmasin, ota-onamga yomon gap bormasin.
umuman hech qachon shu narsani o'ylaganman. Umuman naborot maqtov borsin, qarindoshlarim oldida onam mana bunday yursin, boshini ko'tarib yursin. Umuman hech qachon qizing bunaqa ekan, qizing bu bunaqa ekan degan gapni eshittirmaslik uchun ham yurganman. O'zimga to'g'ri bo'lib. Ortiqchadek gapirishadi, ya'ni jirtgandek gapiradi. Bundan yomon tegadi ko'yingizga. O'rtog'im aytadi, uydagilaringga shu narsani derdi. Yo'q, u menda shunaqa jasorat bo'lmagan. Uydagilarimga aytish jasorati bo'lmagan. Keyin bitta xonaga kirib shunaqa yig'lardim. Oyimlar urgan endi bilaman, u oyim bizani o'ylaydi har tomonlama, endi o'ylab urgan, arqonlab kirib ketayotganimda o'sha ko'rpa qolishgan. Hamma narsaga tayyor bo'lar ekansiz, uni qapaydi. Hech nima kelmaydi xayolingizga. Xursand bo'lib yurishi, kulib, faqat hamma narsaga kulib qarash, arzimagan narsalar uchun yig'lamaslikka o'rgatdi. Bugun hayotim juda ham yaxshi. Xudoga shukr, ishimni topdim. Harakat qilaman. Harakatdan to'xtamayman. Bundan ham zo'rlarni qilaman. Bundan ham zo'r rahmatlar eshitaman. Bundan keyin ham faqat hayotda o'zim borlikka, o'zim bor, men bor, ota-onam bor. Ota-onadan hech qachon bir xil norozi bo'lib, xafa bo'lib, u narsa menda yo'q. Shu narsani tushunib yetib, ota-ona yaxshilik tilashini endi bildim. Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Menga hayotda qanaqa qarashda hayotga, yanada menga ota-onaga nisbatan harakat va harakatdan to'xtab qolmaslik narsa, stressdan chiqib ketishi, faqat niyat, havas, orzu qilishni o'rgatdi. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan bolalarda ko'p holatlarda juda ko'p salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Zo'ravonlik va tazyiq uchragan bolalar va ularning onalari tajriba qilinganda ruhshunoslar tomonidan nafaqat ularning shaxsiy hayoti, balki farzandlarning rivojlanishiga ham katta jiddiy ta'siri borligi bilingan. Bunday bolalar ko'pincha stress, qo'rquv, o'ziga ishonchi past hamda agressivniy holatlarda bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonchsizligi ularda asosan. Ya'ni bunday bolalar ko'pincha sukut saqlashni yaxshi ko'radi. Ya'ni g'ojim joylardan o'zini olib qocha boshlaydi, ya'ni sukutga o'ta boshlaydi. Shu bois tazyiq va zo'ravonlikka uchragan bolalar hamda zo'ravonlik guvohi bo'layotgan, uning ta'siri ostida ulg'ayayotgan bolalarga kelajakka ishonch uyg'ota olish bizning asosiy maqsadimiz bo'lishi kerak. Har bir toifamdagi olib borilgan mijozlar bilan ishimning albatta samarasi bo'lishi kerak. Uni natijasini ko'rganimda o'zimni psixolog ekanligimdan kasbimga bo'lgan muhabbatim oshadi. Va eng asosiysi har bitta ko'rgan taqdirim natijasi nima qadrlayman va o'zimga bo'lgan motivim oshadi. Chunki avval u qanday holatda, hozir qanday holatda. U albatta meni yutug'im. Samarali mehnat qilishimizga imkoniyatlar juda ko'p hozir. Mana bu imkoniyatlardan biz to'g'ri foydalangan holatda inson ijtimoiy xizmatlar markaziga qadam qo'ygan har bitta insonga yetarli darajada huquqiy hamda psixologik yordam bera olishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli ota-onalardan ham shuni iltimos qilaman. Oiladagi farzandingiz bilan ko'proq vaqt ajrating. Chunki farzand bizning kelajagimiz. Siz farzandingizga hozir nima beryapsiz? Kelajakda albatta shu narsani kuting. Ilm yo'lida sarflangan sarmoya bu eng to'g'ri sarmoya. Oila bu baxt va tinchlik manbai, ammo muammolar ba'zan bu muqaddas o'lchovning qurboniga aylanadi. Beparvolik va xiyonat insonni umidsizlikka olib kelishi mumkin, biroq har bir inson baxtli hayotga haqlidir. Bizga ishongan minglab ayollar ijtimoiy ko'mak va huquqiy himoyaga ega bo'lishdi. Sizning hayotingiz va kelajagingiz o'z qo'lingizda. Siz va farzandlaringiz qonun bilan himoyalangan. Har bir inson uchun xavfsiz va farovon kelajakni birgalikda yaratamiz.
Tazyiq va zo'ravonlik jamiyatdagi og'ir masalalardan biridir. Bu holat insonga psixologik va jismoniy zarar yetkazadi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.